İnsan dunyoga turilib, hayot oxirlashgan qadar butunlay Allohning ne'matlari ichida yashaydi. Tinayotgan havodan tortib yemak-ichmak, mol-dunyo, aql, bilim va hokazolarning hammasi Allohning insonga bergan ne'matlaridir. Har qanday bir aql egasi o'ziga ato qilingan bu ne'matlarga qarata rahmat aytishni, shukr bildirishni mantiq qilib qabul qildi. Allah Taala Qur'on Karimda nurg'ulg'an ne'matlarni tilga olgan bo'lib, Alloh taolaning bularni tilga olishi bizning shu ne'matlarga shukr qilishimiz uchundir. Qur'on Karimdagi ash-shukr so'zining ma'nosi rahmat etish, minnatdorlik bildirish va tashakkur etish deganlik bo'lib, islom istilohida yaxshilik qilganning yaxshiligini e'tirof qilish va uning o'xshishini qaytarish, ne'mat beruvchi minnatdorlik bildirib, uni til, dil va amalda ifodalash deganlikdir. Imom Ibn Rajab shukr til, dil va ish harakat bilan ado qilindi degan. Til bilan ado qilinadigan shukr ne'mat beruvchining ne'matlarini va ato ihsonlarini til orqali so'zlash ham sanash bilan bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda va amma bi ni'mati robbika fahaddis, Robbingning ne'matini so'zlab bergin degan. Payg'ambar alayhisalom bu ma'noni texnik izohlab tushuntirib, o'ziga ato qilingan ne'matning kishilarga so'zlash shukr qilganlik, uni yoshirish tuzkurlik qilganlikdir degan. Dil bilan ado qilinadigan shukr ne'mat beruvchining ne'matlarini va ato ihsonlarini e'tirof qilish, yurakdan unga minnatdorlik bildirish va uni so'yish bilan ifodalanadi. Ish harakat bilan ado qilinadigan shukr kelsak, ne'mat beruvchining ne'matlarini va ato ihsonlarini gunoh ma'siyatlarga, Alloh taolaga osilik bo'lgan ishlarga, shundaqla har qanday bir yomon ishga sarf qilmasdan, faqat Alloh taolaning amr farmonlarini o'rindashga va yaxshilik yo'llariga sarf qilish bilan bo'ladi. Tabiiyki, birovning yaxshilikni e'tirof qilgan, uni yurkidan so'ygan va uning qarta tashakkur qarzi borligini his qilgan odam uni rozi qilish va mamnun qilish yo'lida qo'ldan kelganini aymaydi. Uning nafratiga uchrab qilishni nazarda aylaydi. Insonlar o'rtasidagi kishilar bundoq bo'lgan yerda tamomiy ne'matlarning va cheksiz ato ihson egasi bo'lgan Alloh taolaga bo'lgan tashakkur qarzini qanday ado qilishimiz kerak? Alloh taolo bizga ato qilgan sonsiz ne'matlari va cheksiz ato ihsonlar badaliga bizdan ko'p narsa so'rmaydi. Faqat din va dunyolik har qanday ishni Alloh taolo ko'rsatgan bo'yicha qilish va har ishda uning roziligini oldin qo'rin qo'yib, qitir qilib qilishni so'raydi. Masalan, tensaqliqdan iborat bu katta ne'matni olsak, uni o'yin tomosha va harom ko'ngil ishlarga ishlatib tugatmasdan Alloh taolaga ibodat qilish, üstimizdagi farz vojiblarni o'rindash va insoniyat uchun foydali bo'lgan ishlarni qilish bilan o'tkazish bu ne'matni ado qiluvchiga shukr ado qilganlik bo'ladi. Üstimizdagi farz vojiblarni o'rindash va insoniyat uchun foydali bo'lgan ishlarni qilish bilan o'tkazish bu ne'matni ado qiluvchiga shukr qilganlik bo'ladi. Har jihatdan bizga yo'lboshchi va o'rnak bo'lgan payg'ambarimiz Allohning ne'matlariga shukr qilishdimi bizga eng yaqin o'rnak bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qiyomda ko'p turganlikdan tapini ishib ketdi. Bunu ko'rgan Ayşe anamiz payg'ambarimizning Alloh taolo sizning ilgirki va keyingi gunohlarni mag'firat qilgan turliq mushunday ibodat qilamlar deb hayron bo'lib so'raganida payg'ambarimiz men shukr qilguvchi banda bo'lmaymanmi degan edi. Pul molning shukrisi, uni isrof qilmasdan, foydasiz ishlarga buzib chachmasdan qo'llanish, zakatni to'liq berish va Alloh rozi bo'lgan va savob bo'lgan ishlarga, shundaqla yaxshilik yo'llariga sarf qilish bilan bo'ladi. Ilm ma'rifatning shukrisi, bilganlarga to'liq amal qilish, uni insonlarga o'rgatish, ularning bilmaganlarini bildirish bilan ado qilindi. Alloh taolo bilgan bilimiga amal qilmaydiganlarni so'kib mundaq degan: "Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun? Kabura maqtan 'indallohi an taqulu ma la taf'alun." Ey iymon etganlar, sizlar nima uchun qilmaydigan ishni qilamiz deysizlar? Sizlarning qilmaydigan ishni qilamiz deyishinglar Allohning dargohida eng o'chko'rilgan narsadir. Banda Robbiga joyida shukr qilganida Alloh bandasiga u ne'matni texmi ziyoda qiladi, ko'paytirib beradi. Chunki banda shukr qilish orqali Robbiga o'zining texmi ko'p ne'matga loyiq ekanligini bildirdi. Alloh taolo bu haqda shunday deydi: "Va iz ta'azzana robbukum la in shakartum la azidannakum va la in kafartum inna azabi lashadid." O'z vaqtida Robbinglar ne'matimga shukr qilsanglar, uni texmi ziyoda qilman. Agar tuzkurlik qilsanglar, mening azobim albatta bekim qattiq bo'ladi deb ta'lim bergan. Shuning bilan birga marhamatli zot Alloh bandasiga ato qilgan ne'matlarning hammasining o'ziga oid bo'lishiga qaramasdan, shu ne'matlar uchun shukr etgan bandasini yaxshi ko'rdi va undan rozi bo'ladi. Aksincha ne'matga shukrsizlik qilish, nonko'rlik qilishga kelsak, Alloh taolo "Va ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima robbi." Men o'zimni aqlamayman. Nafs degan narsa haqiqatan yomon ishlarga ko'p buyuruydi. Parvardigorim rahmat qilib saqlagan odam buningdan mustasno deb aytgandek, yomon ishlarga ko'p buyuradigan inson fitrati Allohning ne'matlariga shukrsizlik qilishga moyil. Shukrsizlik va ne'matlarga nonko'rlik bandida bir necha tarafdan ko'rildi. Biri bandaning Robbini inkor qilishi, shirk keltirishi. Shundaqla bugungi kundagi eng yorqin o'rnaklardan biri biz Uyg'urlarning ichidan ko'payib kelayotgan hadis inkorchilardek
Bütün alemge rahmet kılıp evatilgen peygamberimizin sözlerini nefs xahişe göre inkar kılış. Bunun eşip peygamberimizin her xil sepsetlerini uydurup inkar kılış kadar haddidin eşiş, Rabbinin nimetik nankorluk kılıştın başka narsa emas elbette. Yeni biri bende özgü ata kılıngan nimetni his kılalmasdın, kol ülkedik imkaniyetten paydalanıp şunudun huzur, baxt tepişik erişmasdın, her vakit kelgüsteki ma'lum narsalarga eriş taması neticesinde kol ülkede bardın zarlanış, onun kıymetini his kılalmaslık. Elbette insanlar texim yaxşıga, texim köpke intilish boludu hem bolish kerak. Lekin bu intilish sababli qo'l ilkida barini yo'q sana shukrsizlik bo'ladi. Shunga aziz qarindoshlar, Alloh taolo hammamizni o'zi ato qilgan barcha ne'matlarga shukr qiladigan bandalardan qilsin, nonkorlikdan saqlasin.